Assalomu alaykum. Mana web kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga telefon orqali sarmoyasiz ravishda qo'shimcha daromad qilib borsa bo'ladigan ajoyib programmani ko'rsatib o'taman. Biz bu programma orqali hech nima qilishimiz shart emas. Shunchaki telefonimizni yoqgan holatda Wi-Fi ga ulangan holatda qo'yib qo'yamiz, o'zi bizga pul ishlab beradi. Video boshida aytib o'taman. Bu programmadan men pul chiqarib ko'rganman va to'lab bergan do'stlar. Xo'p, undan oldin do'stlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va video oxirida albatta kommentariy yozib qoldirishni ham unutmang. Bizga Farm World degan programma kerak bo'ladi. Bu programma silkasini video kommentariyasida, video opisiyaniyasidan topsanglar ham bo'ladi. O'sha joylarda qo'yib qo'yaman. Silka orqali o'tasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatda o'tish juda ham oddiy. Google akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Username yozib qoldirasizlar va qaysi davlatda yashashinglarni belgilab o'tasizlar. Shunaqa qilib belgilagandan keyin sizlarda akkaunt paydo bo'ladi va bizani ko'rishimiz mumkin. Mana shu glавный ekranimizda bo'ladi va bu yerda mana tepada bizani balansimiz yozilib turadi va profil rasmimiz ham ko'rinib turadi. Mana hisobimda уже $1,5 mavjud va hozir buni qanaqa qilib ishlashni ham ko'rsatib o'taman. Undan oldin pastdagi bo'limlarni ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lim bu referral bo'limi do'stlar. Birinchi bo'limga kiramiz. Mana birinchi bo'limga kirdik. Bu yerda referral bo'limi, ya'ni sizni o'zingiz profilingizda referral silka mavjud. O'sha silka orqali o'yinga odam olib keladigan bo'lsangiz, u uchun ham qanchadir kichik bo'lsa ham foyda olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana $0.10 sizga referral orqali beradi, lekin buni olish uchun do'stlar siz referalingiz mana shu o'yinda aktiv bo'lishi kerak. Ya'ni aktiv bo'lgandan keyin qanchadir vaqtdan keyin to'lab beradi bu narsani. O'shaning uchun referalingizni mana o'rtada turganini kopirovat qilgan holatda bemalol bu o'yinga odam chaqirsanglar bo'ladi. Keyingi bo'lim do'stlar, ikkinchi bo'lim bu earnings bo'limi. Ya'ni bu bizning statistikamiz va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda daily, weekly va monthly, ya'ni kunlik, haftalik va oylik statistikani ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu statistikaga o'zi umuman olib kirganda unchalik tushunmadim. Bu noto'g'ri ko'rsatadimi yoki boshqami? Buni men tushunmadim. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda sanaga menimcha, ya'ni 11-fevral, 16-fevral, 21-fevral xullas bu 5 kundan ko'rsatyapti, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun buni tushunib bo'lmaydi. Kunlik ko'rsatadigan bo'lsa, bemalol ko'rib olsa bo'lardi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu joy 16-fevraldan 21-fevralgacha men juda ham bu o'yinda aktiv bo'lganman va tezroq pul ishlab olganman. Mana shuni ishlab olganman xullas 3 kun ichida, 3-4 kun ichida. Shunaqa qilib biz bu o'yindan pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Pul ishlash yo'llarini ham ko'rsatib o'taman. Bizda endi 4-bo'limga kiradigan bo'lsak, 4-bo'limda biz mamlakat zadaniyalarni bajarsak bo'ladi. Offerlar orqali, offer saytlar mavjud. O'shanaqa bu saytlarga olib o'tasiz va mana shu saytda har xil programmalarni yuklab olasiz yoki boshqa shunaqangi zadaniyalar bo'ladi. O'sha zadaniyalar orqali siz mana shu o'yindagi hisobingizni ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Oxirgi bo'lim bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar va bu o'yinni adminlari bilan bog'lanish, xolos shunaqa qo'shimcha narsalari bo'ladi. Endi do'stlar, pul ishlash bo'limiga keladigan bo'lsak, bu yerda pul ishlash uchun mana bu pastdagi o'rtadagi bo'limga o'tamiz va bizda mana ko'rishimiz mumkin. O'rtada play degan yozuv mavjud. O'shaning ustiga bosamiz va bu yerda bizda 3-4 xil hayvonlar mavjud. O'sha hayvonlardan bittasini tanlaymiz va o'sha bizga telefonimizni interneti va telefonimiz yoniq turgani uchun bizga pul ishlab beradi. Ya'ni pul to'lab beradi, mining qiladi xullas. Bu yerda har bitta hayvon tagida nima qilishlari yozib qo'yilgan. Bularni men o'qib o'tirmaganman. Men faqatgina mana bu oxirgi quyonda ishlayman do'stlar. Nimagaligini bilmayman, to'g'risini aytsam ham. Hozir sizlar bilan birgalikda o'qib chiqaman do'stlar. Xullas, hammasini hozir o'qib chiqdim. Bularni bu joyda hech qanaqangi qaysi bir qanaqa ko'p foyda olib keladi yoki boshqa foyda olib keladi degan narsalar yo'q ekan. Bemalol xohlaganinglarni ishlasanglar bo'ladi. Hammasi bir xil foyda olib keladi sizga. Bir xil pul ishlab beradi. Prosta bu mana bu hayvonlarni ta'riflab bergan ekan do'stlar. Qaysi biri qanaqa qiladi, nima qiladi, xullas o'shanaqa qilib ta'riflab bergan. Bemalol xohlagan bittasini ishlasanglar bo'ladi. Men o'zim quyondan foydalanaman. Mana kirdik va quyonni olib kelib turib, mana bu pastdagi select degan yozuvni ustiga bosaman va mana ko'rganingizdek bu yerda reklama kelib chiqdi. Reklamani bemalol bu yerda hozir tepada X chiqadi. X orqali reklamani yopib yuboramiz va mana reklama ham yopildi va bizda mana shu hayvon o'rtada turadi. Hech nimani bosmaymiz ekranga, hech nima qilmaymiz, faqat mana shunaqa qilib telefonni internetga ulangan holda qo'yib qo'yamiz va bizga mana tepada ko'rganingizdek pullarni mining qilib beradi. Xullas, mana shunaqa qilib qoldiramiz, o'zi bizga pul ishlab beradi. Pulni olish uchun ko'rganingizdek tepadagi krestik ustiga bosdim va o'sha joydan claim qilishni bosdim va bizga mana ishlagan pul yig'ib olindi va bu yerda create'ni bosamiz. Xullas, mana shunaqa qilib mana ishlagan pulni asosiy balansga o'tkazib olsak bo'ladi. Endi do'stlar, bu programmadan pul chiqarishga keladigan bo'lsak,
ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ikkinchi bo'limda do'stlar Wizdraft mavjud. Wizdraftga o'tamiz va bu yerda bizga har xil pul ishlash, ya'ni pul chiqarish bo'limlarini ko'rsatadi. Har xil hamyonlarni ko'rsatib o'tadi. Bu yerda men O'zbekistonni tanlab qo'yganman. O'zbekiston uchun eng yaxshilari deb mana bizga 3 tani ko'rsatib qo'ygan, ya'ni Payer, Binance va Airtem degan narsalarni ko'rsatib o'tgan. Men Payer bilan Binancedan foydalanaman. Bemalol mana shu ikkalasiga chiqarsam bo'ladi. Pastda boshqa qo'shimcha yana boshqa bir narsalarni ko'rib olsanglar bo'ladi, hamyonlarni pul chiqarish uchun. Payerga pul chiqarish uchun ustiga tanlaymiz va Confirmni bosamiz. Bizga pul chiqarish bo'limiga olib o'tadi. Mana pul chiqarish bo'limiga o'tdi va bu yerga Payer hamyonni yozib va qancha chiqarmoqchi bo'lganimizni yozib chiqarishni bosamiz va mana bu joyda do'stlar verifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pul chiqarishga bosgandan keyin bizdan kamerani yoqib, kameraga bitta yuzingizni ko'rishingizni so'raydi. Shunaqa qilib tasdiqlaganingizdan keyin bemalol pul chiqarsanglar bo'ladi. Va men do'stlar bu programmadan pul chiqarganman. Mana bu see transactions bo'limiga o'tadigan bo'lsak va mana ko'rishingiz mumkin 0.39 dollarni men chiqarib olganman va to'lab bergan do'stlar. Xullas, bugungi videomizda mana shu programma haqida edi. Bu programma orqali biz sarmoyasiz ravishda mana shunaqa qilib o'yin, ya'ni mining qilib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Silkasi video kommentariyasida va video opsiyasidan topsanglar bo'ladi. Bemalol o'yinni yuklab olib, siz ham sarmoyasiz qo'shimcha daromad qilsanglar bo'ladi. Agar ikkinchi telefoninglar bo'lsa, buni ishlatib qo'ysanglar, mana o'zingiz ko'rganingizdek, umumiy hisoblaganda oyiga 10-15 dollar mana shu programmadan ishlab olsak bo'ladi. Unchalik ko'p emas, lekin qo'shimcha daromad. Xullas, bu videomiz mana shu programma haqida edi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.